Balalarimiz keldik, Xudo xolasa. Akalar, Xudo xolasa kesinglar, maza qilib dam olib, baloni go'zallarini ushlaydigan joy. Natijalar bilan ham inshaalloh Xudo xolasa iloji boricha tanishtirib boramiz. Hozir balo to'kish jarayoni, Xudo xolasa hammasini ko'rsatib sizlarga yanada kengroq yoritib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa akam mana shu kesinglar, mana shu akam xizmatda, Xudo xolasa. Xizmatdamiz, kelaverasizlar akalar. Keydamiz, Xudo xolasa. Kelaverasizlar. Qo'ldan kelganicha bombalatamiz, gazini. Nomerlarni ham bir aytib o'tmaymiz aka. Qiziqqanlarga nomerlarni. Yanimiz omon bo'lsin, doringiz Alloh rozi bo'lsin. Nomerni aytib berdik aka qiziqqanlarga. 44 80 70. Aka kelaverasizlar. Akamiz xizmatda mana shu yerda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'laringiz yaxshimi? Xudo xolasa mana hozir balalarni ham Mana ichga tashab qo'yam, sen ham ardan tushasan. ko'rsatamiz mana. Maza qilasan-da. Qochib turib olim bitta video qilib olaylik. Biz ham video qilamiz. Video qilamiz. To'xta, namoz buni ochib oladi. Ha? Nerede ochib olsalar, mana kerak. Titrerak qilibdim mayli bali qo'shnimi? Sizga qala. Shundan pasta olib. Ana shu orqada pastani berib yuboringlar. Balalarimiz keldi mana. Qalmoqni uzadiganlari. Leskani qalinroq qilib kelaverasizlar do'stlar. Mana tishlarga tashab qo'yamiz, amurni. Maydana nima shunaqa? Eng kichkina balalarimiz mana. O'ta go'zallar ekan hozir. Amurmas yo'lni tiyostirib beradi. Mana, amurlar bor ekan ichida ilon bo'lsin. Ikki yo'lni tiyostiradi. Mana qolib qo'ying, ashuni bitta ko'rsatib qo'ying akalar mana. Mana. Mana bugungisi. Mana. Mashina olaman. Mana qolarini inshaalloh. Hammaga nasib qilsin. Hammaga har kuni bo'lsin. Inshaalloh ashi olaman. Yo'stirlarimiz mana. Mana Mana shunaqalarini tashlab beradi akalar. bu amur. Ashi nima olaman? Mana akalar amur. Mana Okalar mana amur. amuri. Mana. Bundan kattasi ham bor. Uzamaydi prizovoylar. Bittaki yana keladi prizlar. Xudo xohlasa o'ling oka. Maza qilib keting bugun iloyim. Mana ikkinchisi. Ikkinchi Tiyostirib. Mana akalar. Baliqchi insoninikiga qizdiradigan baliqlar ular. Toshkentda bo'lsa Toshkentdan keltiradigan baliqlar tashalayapti bu yerda Jidikataga, Muhammadjon akaning ko'liga. Toshkentliklarni ham, Qirg'izistonliklarni ham taklif qilib qolamiz, xudo xolasa. Hay jo'lida. Katta o'g'illarga tashalmaydi. Ha? Voy, sho'xligini qarang buni voy. Haqiqiy qalmoqni sindiradiganlar ekan bular. Akamizgina kecha qalmoqlarini Sindirdi sindirib, kecha, sindirdi. Qo'rgilarga Masham O'sha akamizniki mana Armonda yana kelibdi mana, xudo xolasa. Bugun o'sha iloyi mana shuni. Go'shan to'p qoladi. Mana yana bittasi. Mana yana prizovoylari. katta yeb qolmasin. Bu nimaga? Oching endi mana shunik. Mana uni to'xtab turmasdan o'zim ochasan mana. Yo, ishga olasan. Olasin. Olmaysanmi? Olamaydi o'ziga. O'ziga yana ikkita o'naqa desakku. Mana qani. O'naqa yana ikkita o'naqa desakku.
Mahmut çekildi kon. Okey 250 kilo pili sazan o'zi. Yatdi, malak. 250 kilo. Ha, mana anaqa ko'pinatganmiz Mashg'ulimizga kelaman. Ko'klar, birgalikda maza qilamiz. Gazini bo'lsinlarda natija qilib berasizlar. Bu mashq Ulan qalmoqni qochdi. o'linglar, kimniki mashq qalmoqlar to'kmayman. O'sha zontin nima qo'ydingiz, oqqa chegara bo'lib turuvdi. O to'g'rida turibdi orqada. O'lina jo'qala mana qalmoq kimniki? O'linglar mana qalmoqlar. O'ptinglar. Olib turinglar akalar, olib turinglar, balo to'kib beradi. Oldu. Do'kondagi to'plarmi? Hoca aka, bitta duo qilib qo'ying. Masalan, Instagramga mana Hacı bu. Zor oldu Hacı Buğa deyilgan. qorakamga mana birinchi balolarni berdi boshidan. Allohu akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Akalar mana balolarimizga akalar. Baloda hishniklari. Hishni balolar ketdi, hishni. Akalar mana. Sirob ko'klar ichida. Ichida sirob. Olib turamiz akalar qalmoqlarni. Qo'llari mana o'qida. Qalmoqlarni ayting Muhammadjon.